qalb kasalliklarimiz bor. Buning davosini Alloh bersin. Hoy havasli izidan ba'zi insonlar shu uzoq orzularga berilib ketganda, orzu o'zi uzun bo'ladi. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar, ummatimni ikkita narsa tark qilmaydi degan. Biri soch soqoliga oq tushsa ham qarilikni bo'yniga olmasdan qalbining yoshligi degan. Ikkinchisi orzusining uzunligi degan. Orzuni sal qisqa qilish kerak. O'zimiz toqatimizga qarab. Alloh birovga boylik beribdimi? Hasad qilmasligimiz kerak. Bugun Alloh mo'min kishini rosa yaxshi ko'radi. Otamiz onamizdan ham ko'ra yaxshi. Bugun mana shu holatda bizning shu holatda yashashligimiz biz uchun yaxshi. Kunlar kelib boyib ketarmiz. Lekin bugun bizga boylik kelishligi azizlar, bizni tug'yonga olib ketishligi mumkin. Hali biz unga tayyor emasmiz. Men tayyorman deb turib tilingizda aytgan bilan aynan shu boylik bilan sinalganda bilinadi. Bugun biz boy kishimiz, alhamdulillah. Bizlar faqirlikka chidolmasligimiz mumkin. Shuning uchun boyligimizga Alloh taologa shukr qilish. Agar faqirlikka yetganda Allohning qadariga deb Alloh meni faqat oshlikdan boshqa narsa bilan sinamayapti, taqdir shunaqa bo'lsa deyorsak, oxiratimiz kuyib ketib qoladi. Shuning uchun Alloh taolo bizga boylikni berib turibdi. Chunki biz boylik bilan ibodatdamiz, zakotimiz beramiz, shu bilan bizning qalbimiz taskin topadi. Mana shu holatimiz biz uchun yaxshi azizlar. Shu kecha kunduzda boshimizga bir musibat yetib turibdimi? Biron bir ig'voning ostida yuribmizmi? Biron bir izzatimiz toptalayaptimi? Bu bizga yaxshi. Alloh bizga hozir bir mansab beryaptimi? Izzatimizni ko'taryaptimi? Bu biz uchun hozir yaxshi. Biz ikkala holatga ham chida olmasligimiz mumkin. Alloh bizning toqatimizni juda yaxshi biluvchidir. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh sizlarning toqatlaringizdan boshqa biron bir ortiqcha narsani yuklamaydi degan. Shuning uchun shu soatimizga, shu kunimizga shukr qilishligimiz kerak. Afsuski, mana shu orzuni uzun qo'yishimning orqasida bugun o'zlariga qarzni kasb qilganlar bor. Qanoatsizlikning orqasida. Inson bir kunlik yegulik, ichguligiga yetarli kishi qarz olishiga haqqi yo'q deydi shariatimiz. Hattoki qarzdor kishi kimdandir qarz bo'lsa, go'sht olmoqchi bo'lsa, o'sha odamdan borib turib go'sht olmoqchiman, farzandlarim bir necha oydan beri go'shtsiz, sizni qarzingizni uzaman deb. Shuning uchun ruxsat bersangiz, go'sht olsak maylimi deb so'rashi kerak. Bizda nima? U bir odamni olib qarzga uxlatib tashlagan, lekin undan yaxshi yashayapti. Yangitdan ulovlar olyapti. Bir emas uyida 3 ta ulov bor, lekin haligi odamdan 5 million so'm qarz bor, bermaydi. Bu shariatga muvofiq emas. Bu mo'minning, bu musulmonning ishi emas. Avval qarzni uzishlik kerak, undan keyin undan yaxshiroq yashashga haqqi bor. Bu qanoatsizlikning kasofati hisoblanadi.